Assalomu alaykum aka, yangiz azolar mehmonlariga Xudo xolasa hozirda keyingi navbatda avtomobilimizni Qo'qonda stanovka qilyapmiz. Avtomobil tezkorlarimizni polni Xudo xolasa ishga tushirdik. Bu yoqni endi operatorni olib, yaqinroqdan gapiraman. Biz unaqa blogerchalik kachsivada ola olmaymiz do'stlar. Oldindan uzr so'raymiz ona. Avtomobil tezkorlar qo'yapmiz. Eng oxirgi modellarga o'zi kesib chiqib, avtomatik o'zi o'chadiganlardan. Bu yerda hozir qolpamizda roli qo'sh jarayonlari bo'lyapti. Badon qismlarimiz polni 8 ga 4 bo'lgan tayyorlanadi do'stlar. Xolasa qolpamiz bu yerda yengil holatda yuradi. G'ildiraklari ham 60 lik katta rolidan qo'yib beriladi. Bu yerga hozir o'xshi 15 dona qolipini olib kelib qo'yganmiz. Bu yoqda mana bort qismlari, yo'llari, kichkina bakovlar bu yoqda. Rollar dog'lasi bitta qoldi. Bu yerga akalarimiz sushulka tayyorlashgan o'zlariga. Bu sushulkani yaxshi tomoni do'stlar, ochiqligida bunaqa joyda turganini qaraganda, misol bu yerda kuyib ustini o'rab qo'yadigan bo'lsalar 5 soat mobaynida avtomatreskaga kech holatga keladi. Bunaqa sushulkani ichida bo'ladigan bo'lsa 3 soatda tayyor bo'ladi. Sushulkani yaxshi tomoni vaqti sal ekonomroq qilib beradi do'stlar. Mana o'zida chiqqan mahsulotga qilib qo'yishgan bular ham. Oshiqcha xarajat ketmagan bu yerda ham. Aylan atroflarini olib ko'rsatib o'tamiz. Bu yerga mishalga qo'yilgan yarim kubalik shunday 43 forma qolipimizga yarasha rastvor tayyorlab beradi. Tepada shu shablon bo'chkamiz 2 tonnalik rashtilli bachok qo'yilgan bu yerga. Akalarimiz bu yerga suv isitish tizimini o'zlari tayyorlashgan ekan. 45 gradusda bo'lib turibdi suvlarimiz ham. 1,5 tonna suv bor hozir mashina ichida. Kelgan samoxod suv bu yerdan kerakli gradusga olib sirazi mishalkaga tushaveradi do'stlar. Bu yerda gazovoldan chiqqan otxotlarimiz ko'pchilik to'plab kamas to'plab tashlaydi. Shuningga qolipini ham tayyorlab berganmiz. Qolipini 2700 ming so'mdan chiqarib beramiz bu qoliplar. Paltarashki razmerda chiqaradi. O'sha zardevorlarga, prantonlarga, shunaqa joylarga bemalol ishlashsanglar bo'laveradi buni. Ishlarga bo'ladi, xom qishda ancha mustahkam, baquvvatroq. Hammomga, boshqaga ishlayveradi bemalol. Qoliplarimiz yamalmaydigan, mana chiqayotsa bir yerda bir albastrda yo boshqa narsani izi yo'q, mana choklari ham. Choklarni ko'rish holati, ko'rinish holatlari. Iynada teshigi ham yo'q do'stlar buni. Hattoki oqib chiqib ketaman desa, iynada teshigi ham yo'q oqib chiqqani. Zasulkalari ham yaxshisidan qo'yib berildi asfalt deysiz, unaqa oddiy 10 sm ruchka qo'yib qo'yilmagan bu yerga. Zasulkalarimiz xudo xolasa yaxshisidan qo'yib berilgan. Bu yoqdan mana qo'yib kelingan holatda shu holatda quritiladi do'stlar. Shu holatda tepalari polni yopiladi. Keyingi etapga avtomatreskaga o'tadi. Endi hozir bitta o'zim bo'lganligi uchun o'zim yetalab surib yuribman do'stlar. Aravacha orqali mana birinchi liniyamizdan ikkinchi liniyamizga qarab yuryapti qoliplar. Birinchi liniyaga kelgandan keyin tormozlari bor, o'zi kelganda to'xtaydi. Shu bilan keyin avtomatreskaning tagiga o'tadi qoliplarimiz. Shu holatda o'tib bortda yechilgan holatda keladi. Mahsulotni o'zi razmerlarda kesib chiqiladi. Bu yerga hozir polni 20 ga 30-60 sm razmerga tros tortilgan. Bu yerda 15 lik bor, 10 lik bor, 20 lik, 25 lik, 30 lik razmerlar. O degani 10 ga 30-60 beraveradiganlar, 12 ga 30-60, 15 ga 30-60, 20 ga 30-60, 25 ga 30-60, 30 ga 30-60, 7 xil razmerda kesib chiqariladi. Avtomatreskamizning eng oxirgi model. Usta Qo'qonni qayerda bu, qaysi qishlog'i? To'lashi. Qo'qon To'lashi degan
qishlog'iga qo'yasiz. Bu yerda dinamizni rучной резка ham qo'shib beriladi komplektga, chunki svet bo'lmagan payt avtomat rezka ishlamaydi, faqat tokda ishlaydi bu. Svet yo'q payt rучной rezkani ham kesib olsa bo'laveradi. Ekranda raqamni qoldiryapsiz, aloqa chiqaverasizlar do'stlar. Bu yerga hozir 7300 dollarga 15 dona qolpi bilan kelgan. Ikkita qolpi bilan qo'yib beryapmiz. Xudo xolasa stanovlarga hammaga bir yil garantiyasi bor, qoliplarga, rasvoq mashinaga, boshqasiga. Video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmasin.